Rossiya shaharlariga qilingan kutilmagan zarbalar, 1600 kilometr masofani bosib o'tgan dronlar va bekor qilingan Galaba paradlari. Bugun Rossiya osmonida nimalar sodir bo'layotgani nafaqat harbiy ekspertlarni, balki oddiy aholini ham jiddiy tashvishga solib qo'ydi. Xo'sh, front chizig'idan ancha uzoqdagi tinch shaharlar nega nishonga aylanmoqda? Va bu xavf fonida an'anaviy paradlar taqdiri nima bo'ladi? Agar siz ham voqealar rivojini tahliliy va xolis ko'rinishda kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Zero bugungi suhbatimiz o'ta dolzarb va kutilmagan mavzularni qamrab oladi. Rossiya rahbariyati 8 va 9 may kunlari Galaba bayrami munosabati bilan o't ochishni to'xtatish va vaqtinchalik sulh e'lon qilgan edi. Biroq voqealar rivoji mutlaqo boshqa tomonga burilib ketdi. Ukraina tomoni Rossiyaning ichki hududlariga, frontdan juda uzoq masofada joylashgan shaharlarga zarbalar berishni boshladi. Eng hayratlanarli va xavotirli holat Chebaksari shahrida kuzatildi. Tasavvur qiling, bu shahar jang maydonidan salkam 1600 kilometr uzoqlikda joylashgan. Shunday ulkan masofani bosib o'tgan dron turar joy binosiga to'g'ridan-to'g'ri kelib urilgan. Afsuski, qurbonlar borligi haqida ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bu shunchaki bir hodisa emas. Bu endi Rossiyaning hattoki Ural tog'larigacha bo'lgan hududlari ham toshqin xavf ostida ekanidan dalolat beradi. Ushbu xavf darajasi rasmiylarni jiddiy qarorlar qabul qilishga majbur etmoqda. Masalan, Voronej viloyati gubernatori xavfsizlikni to'liq ta'minlash imkoniyati yo'qligi sababli 9 may kungi Galaba paradini bekor qilishga qaror qildi. Bu juda muhim signal. Agar bitta viloyatda dron hujumi xavfi tufayli ommaviy tadbir bekor qilinsa, boshqa shaharlardagi, xususan Moskvadagi asosiy parad taqdiri nima bo'ladi? Ko'rinib turibdiki, parad bu ko'plab odamlar bir joyga to'planadigan nuqta va har qanday uchuvchisiz apparat uchun ochiq nishon. Moskvada hozirdanoq misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'rilmoqda. Poytaxt aholisi mobil internetning uzilishi va turli aloqa cheklovlariga duch kelyapti. Bu choralarning barchasi bitta maqsadda: paradni har qanday holatda ham o'tkazish va Rossiyaning qudrati joyida ekanini ko'rsatish uchun qilinmoqda. Biroq havo hujumidan mudofaa tizimlari poytaxtga jamlanganda boshqa hududlar himoyasiz qolib ketmaydimi degan savol ochiq qolmoqda. Boshqa tomondan Ukraina o'zining dron ishlab chiqarish quvvatlarini Yevropa ko'magida keskin oshirib bormoqda. Bir sutkada 600 ga yaqin dron uchirilishi va yangi turdagi uzoq masofali raketalarning paydo bo'lishi vaziyatni tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda front chizig'ini bir necha kilometr surish bilan xavfsizlikni ta'minlab bo'lmaydi. Agar raketalarning masofasi 2000 kilometrga yetsa, bu bufer zonasi tushunchasini butunlay yo'qqa chiqaradi. Ya'ni xavf manbai faqatgina siyosiy o'zgarishlar yoki butun hudud ustidan nazorat o'rnatish orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan nuqtaga kelib qolgan. Xalqaro maydondagi vaziyat ham tinch emas. Armanistonning xatti-harakatlari Rossiya siyosiy doiralarida keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Rasman kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan Yerevan amalda Buyuk Britaniya bilan strategik hamkorlik o'rnatayotgani namoyishkorona qadam sifatida baholanmoqda. Bu holat Armanistonning Rossiya bilan ittifoqchilikdan uzoqlashib, g'arbiy koalitsiya tomon o'tayotganidan darak bermoqda. Hatto Rossiya rasmiylari bu uchrashuvlarni keskin tanqid ostiga olib, ittifoqchilik tamoyillari buzilayotganini ochiqchasiga aytishmoqda. Shu bilan birga, okean ortida Donald Trump va Eron o'rtasidagi ziddiyat yangi bosqichga ko'tarildi. Eron Trumpning siyosiy bayonotlariga keskin raddiyalar bermoqda va Fors ko'rfazidagi strategik yo'llarni nazorat qilish bilan tahdid qilyapti. Trump esa o'z navbatida Eronni yo'q qilib yuborish bilan po'pisa qilmoqda. Lekin uning hozirgi siyosiy holati bu tahdidlarni amalga oshirishga qanchalik imkon beradi, bu ham katta so'roq ostida. Chunki Eron kabi davlatga qarshi konvensional urush olib borish va unda g'alaba qozonish birgina yadroviy tahdid bilan hal bo'ladigan masala emas. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, biz hozir dunyo tartiboti va harbiy strategiyalar shiddat bilan o'zgarayotgan davrda yashayapmiz. Kecha xavfsiz deb hisoblangan shaharlar bugun frontning bir qismiga aylanib bormoqda. Rossiya iqtisodiyoti va harbiy tizimi esa bu yangi chaqiriqlarga qanchalik bardosh bera olishini vaqt ko'rsatadi. Bu kabi murakkab siyosiy va harbiy jarayonlarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.
Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Bu biz uchun juda muhim. Salomat bo'ling.